Sho'ratjon, Ortiqjon, marhamat. O'zbekiston chetdagi bo'lmagan o'zbek xalqimiz. Men ham juda ko'p yillardan beri muhojirlik yuraman. Kimsiz siz? Kechirasiz. Shuhratman men. Ha, rahmat. Sho'rajon, marhamat. O'zbekistonda anchadan beri shu muhojirlikda yashayman. Hozir Rossiyada ham ahvol oldingidaqa og'ir, kundan kunga yangi hukumat qarorlari chiqyapti. Muhojirlarning hayotini og'irlashtirgan. Xullas aytmoqchimanki, bitta muhojirlikda havas qiladigan biz. Endi undan bari faqat shu o'zimizni yurtda o'zimizni haq talab qiladigan payt yetib keldi. Faqat shu oldin xalqni shu miyasida faqat muhojirlikda bir tirikchilik qilib, o'zini bir bola chaqasini, o'zini miqdor nimasini shu muhojirlik orqasidan rizqini teraman deb shu aldanib qolgan ekanida. Endi oxirgi umidlarim endi uzilyapti. Mana yangi yildan boshlab eshitgan bo'lsalaring, Rossiyada ham hozir yangi qaror chiqdi. Har bitta topilgan pulda hisob kitobi bo'ladi endi hozirga. Shu 27-yildan yangi yildan boshlab kartaga tushgan har bir so'mni отчетini berish kerak endi. Qayerdan keldi, qancha nalogi to'langanmi, to'lanmaganmi. Bu qaror qabul qilindi, endi 1-yanvardan boshlab kuchga kirarkan. Endi bitta hisob kitobli yo'q bo'ldi. Ham hozir muhojirlarda agar bilsalaring, двойной налог. Ham patent to'lanadi, ham ishlagan ish haqidan shu nimaga o'zini aholisiga o'xshab 13% налог ham to'laydi. Keyin patentni qonun bo'yicha qaytarib olish mumkin 1 yilda, lekin uni juda kuchli buxgalter bo'lish kerak qaytarib olish uchun. Uni iloji yo'q qaytarib olishda. Agar частный ishda ishlasa, to'g'ri, ya'ni katta zavod, fabrikada ishlasa qaytarish mumkin. Shuning uchun men aytmoqchi bo'layotgan gapim, endi Rossiyani men o'zbek xalqiga aytmoqchimanki, umuman havas qilmanglar, iloji bo'lsa patent kelmanglar. Endi bitta yo'limiz to'g'ri. Hozir O'zbekistonga borsang nima qilamiz? O'zbekistonga borsang nima qilardik? O'zimizni haqqimizni talab qilamiz. O'g'ri, kazzob, korrupsionerlarga qarshi kurashish kerak. Oldin axir o'zbek xalqi, O'zbekiston bunchalik qashshoq yashash uchun bir hukm o'qilmagandir axir, bir umrlik. Agar o'zimizni haqqimizni agar borib talab qiladigan bo'lsak, biz ham sal bir yorug'lik ko'rarmiz, o'zimizni yurtimizda o'zimiz tirikchiligimiz o'tar. Aslida men ham oliy ma'lumotliman, injenerman. Men o'ylashim bo'yicha o'zim yaxshi mutaxassisman boshqalarga nisbatan. Shu gazlashtirishda juda uzoq yil ishlaganman. Tirikchilik unchalik yaxshi bo'lmagan sababli iloji yo'q, shu nimaga anchadan beri, bir 7-8 yildan beri muhojirlik yuraman hozir. To'g'ri, endi bola chaqa katta bo'ldi, boshqa iloji yo'q harakat qildik. Lekin endi bu oxirgi umidimiz ham endi sekin kundan kunga so'nib boryapti. Men shu hozir butun o'zbek xalqiga murojaat qilmoqchiman. Muhojirlikni endi miyadan chiqaringlar. Har bitta joyda nima ko'paysa, shuni qadri tushib boraverar ekan. Katta mana Koreyada o'zbek ko'paydi, qadri tushdi. Rossiyada anchadan beri qadri tushgan, chunki Rossiyada o'zbek xalqi ko'payganiga ancha bo'ldi. Shuning uchun bitta mani maslahatim deysizlarmi, murojaatim deb qabul qilasizlarmi? Endi muhojirlikni miyadan chiqarib tashlaylik. O'zbekistonga borib, saylovlarda aktiv qatnashib, o'zimizni haqqimizni qonuniy yo'l bilan talab qilishga o'taylik endi. Rahmat e'tiborlaringiz. Mana shu